Bu tvorojniy pirogning bitada o'xshab chiqadigan va eng ishonchli retsepti. Kerakli masalliqlar videoda ko'rsatib o'tilgan. Dastlab idishga xona haroratida eritilgan sariyog' va 2 stakan unni solib, yaxshilab qo'limiz bilan aralashtirib, urvoq holatiga keltirib olamiz. Xuddi shunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Keyin esa shakarni solib, uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashgan massamizni o'rta qismini biroz ochib, avvaldan tayyorlab qo'ygan 2 tuxum sarig'ini solib olamiz. Alohida idishga qatiq hamda iste'mol sodasini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Shu yerda e'tibor bering, kattaroq idishga solsangiz, qatiq ko'pirganda toshib ketmaydi. Qatiqli aralashmamizni unli massaga qo'shib, xohishga ko'ra vanilin solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Agar un kam bo'lsa, xamirning holatiga qarab yana qo'shsangiz bo'ladi. Qo'limiz bilan yaxshilab ezib, xuddi shunaqa yumshoqlikdagi xamir hosil qilamiz va birozga dam oldirishga olib qo'yamiz. Choperimizni olib, avvaldan tayyorlab olgan tvorogimizni solib, ketidan 2 tuxum oqi hamda shakarni solib, bir xil massaga kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Shu yerda e'tibor berishingiz kerak, agar tvorogli massamizni holati krem holatidagi quyuqlikda bo'ladigan bo'lsa, pirogimiz ideal holatda bo'ladi. Agar suyuqroq bo'ladigan bo'lsa, pishganda ichlari biroz xomroq va suvchirab qolgan bo'lishi mumkin. Xamirimizni olib 2 bo'lakka, kichik va katta bo'lakka bo'lib olamiz. Qolipga katta bo'lagimizni solib, qo'limiz bilan yoyib olamiz. Chetlarini chiqarib, qo'limiz bilan yaxshilab ishlov berib, iloji boricha xamir qalinligini bir xil holatga keltirib olamiz. Avvaldan tayyorlab qo'ygan tvorogli massamizni solib, bir xil tekislikda qilib yoyib olamiz. Keyin kichik xamirimizni yoyib, uzun lentalar kesib olamiz va tekis qilib yoyilgan tvorogli massamizni ustidan chiroyli qilib bezatib olamiz. Chetlarini esa pichoqda olib tashlaymiz. Ustki qavat lentalarini qiya holatda joylashtiradigan bo'lsangiz, mana shunaqa chiroyli ko'rinish hosil bo'ladi. Ustidan tuxum sarig'ini surib, duxovkaga jo'natamiz. 180 gradusda 35-40 daqiqa davomida pishib chiqadi. Xuddi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Biroz qolipda sovutganimizdan so'ng qolipini yechib olamiz va xuddi shu holatda yana sovutishda davom etamiz. Tvorogli pirogimizni sovuq holatda iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Kesganimizda ichlari mana shunaqa chiroyli bo'lib pishib chiqqan bo'ladi. Aytganimdek, xamirni pishgan-pishmaganligi kremingizni holatiga ham bog'liq. Albatta tayyorlab ko'ring va obuna bo'lishni unutmang.